Oyi, men sizga yosh bola emasman-ku. Bo'ldi, qiling endi. Ey, yo'qki. Men xotinimga baqiryapsan. Oyim-ku? Ha? Unda nimaga onangga baqiryapsan? Tushunmayaptilar-da. Ha? Katta bo'lib qoldingmi? O'zingdan o'zing katta bo'lib qolding-da, ha? Onang seni tushunmaydigan bo'lib qoldi bu. Ey, onang seni qonida homila ekanligingdan boshlab tushunadi. Menga qara bolam. Sen ustingda onangning haqqi manikidan ham ko'p. Meni onasiga baqirganlarni 1-2 bo'lmaganini ko'rdik. Onangga baqirma. Kosang oqarmaydi. Men erkakman. Ayolimni hech kimga xafa qildirib qo'ymayman. Hatto o'g'limga ham. Onangga baqirma.